Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa mana navbatdagi obyektimizga g'isht toshish jarayonidamiz. Bu xonadonimiz Quva tumanida, Akbarobod qishlog'ida. Xudo xolasa ko'rishlaringiz mumkin holatini. Pishig'ish, xom g'isht kerak bo'lsa, ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar, yetkazib beramiz o'zimiz. Xudo xolasa xom g'ishtni Quva tumani bo'ylab mana shunaqangi mashinalarda toshiymiz. Bular endi o'zi kichkina bo'yi pakar bo'lgan hisobiga g'ishtni kamroq sindiradi. Hozirgi kunda o'zlarining kun salqin bo'lib qolib bilib turibsizlar, mana ozgina g'ishtlarda nami bor shunaqa. Bu oxirgi reyslarimiz, oxirgi reys bo'lgan hisobiga nami ko'proq. Mana bu tomonida bugun to'kishni boshlaganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Nisbatan quruqroq g'ishtlar. Akamiz betonni ichiga toshtirib yuboraman, keyin ustalarim keladi deb aytdi. Xudo xolasa shunaqa xom g'isht kimga kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar, o'zimiz yetkazib beramiz. Xudo xolasa sho'ri chiqqani yo'q ishimizdan. Endi lekin 100% kafolat beramiz. Bu g'ishtlarimiz Quva tumani Akbarobod Kandabuloq MFni g'ishtlari bo'ladi. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bir reysida 2,5 mingtadan boradi. Pishig'ish ham kerak bo'lsa ham, xom g'isht pishig'ish kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar.